Doktor, kechqurun ovqat yesam bo'ladimi? Eng ko'p so'raladigan savollardan biri. Javob: hamma narsa nima yeyilganiga va tanangiz qanday ishlashiga bog'liq. Biroq umumiy qoida bor. Kechqurun ovqat yeyish aksariyat odamlar uchun zararli. Uxlashdan 2-3 soat oldin tanamiz tiklanish rejimiga o'tadi. Agar bu paytda ovqat yesangiz, organizm energiyani sarf qilmasdan zapasga yog' shaklida jamlaydi. Qiziq fakt: ilmiy tadqiqotlarda aniqlangan, bir xil kaloriyalik ovqatni kunduz va tunda yegan odamlarda tunda yeganlari 20-30% ko'proq semiradi. Kechqurun ovqatlanish uyqu gormoni melatonin ishlab chiqarishga xalaqit beradi. Natijada uyqusizlik, charchoq va metabolizm ishdan chiqadi. Tunda hazm tizimi sekinlashadi. Yog'lik va og'ir ovqat me'dada ko'proq vaqt turadi va ertalabgacha yoqimsizlik, og'irlik va ba'zan izjoga bo'lib ketadi. Kechki ovqatni uxlashdan 3 soat oldin yeng. Yengil oqsillik, sabzavotlik ovqatlar tavsiya qilinadi. Masalan, grill tovug'i, brokoli. Xulosa qiladigan bo'lsak, tanangizga hurmat bilan qarang. Ovqat vaqtni bilmaydi. Tanangiz esa bilib turib jazolaydi. Kechki ovqat sizni to'ydirmaydi, naborot semirtiradi. Sizlar bilan vrach Axbarov Shohrux Tolkunboyevich.